Jim harfi ham o'zbek tilidagi j tovushiga o'xshab talaffuz qilinadi, lekin ba'zi bir holatlarda jim harfi ham arab tilida o'ziga xos talaffuzlarga ega harf hisoblanadi. Jim harfimizni maxrajiga to'xtaladigan bo'lsak, jim harfimiz tepa tanglagimizga tilimizni o'rta qismi tegishi orqali talaffuz qilinadi va biz ham o'zbek tilida xuddi shu holatda j tovushini talaffuz qilamiz va jim harfimiz ingichka o'qiladigan, ya'ni isti'foli harflar sirasiga kiradi va ikkinchi sifati jahr, ya'ni havosiz holatda talaffuz qilinadi va uchinchi sifatimiz shidda hisoblanadi va jahr va shidda sifatlari kelgan harflarimiz doim to'rtinchi sifati qalqala bo'ladi va j, ji, ju holatida harakatli bo'lsa, agar sukunli bo'lsa aj holatda, ya'ni maxrajiga bir tekkizib olamiz. Bu narsa qalqala hisoblanadi, ya'ni aj, ij, uj qalqalada e'tibor qiladigan narsamiz tilimiz ana shu harfni maxrajiga bir tegib olish orqali talaffuz qilinishi qalqala hisoblanadi, ya'ni aj shaklida.